Hemen Havarbay'la ahırki yıllarda prezidentimiz teşebbüsleri bilen terbikarlar köp imkaniyetleri yaratıp vardır. Köp kreditler, terbikarlık kılış için imtiyazlı kreditler, uzak müddetli 18, 20, 25 faizinde kreditler cari edilgen. Şimdi sizlere asasan bir de bence köpçülük kredit manasını bilesizler, doğru mu? Shuning uchun sizlar ham ko'p kreditni o'zi bo'yicha to'xtalmayman. Oxirgi tajribalar bo'yicha asosan bu tadbirkorlik uchrashuvi bugungi kundagi uychi tajribasi asosida bo'ladi. Uychi tajribasi asosida bugungi kunda sizlarga imtiyozli kreditlarni qisqacha bo'lsa ham tushuntirib beraman. Sizlar ham o'zingizni idealaringizga, imkoniyatingizga qarab, masalan, keyin murojaat qilishlaringiz bo'ladi. Ish yo'nalishida kreditga ish qilyapman deb. Bize de hazır prezidentimizi 2024 yılda kabul kılınan 312. kararıya asasan 100 milyon gece geroz kreditle cari edilgen. Havarlarını buluşan mümkündü. Köp içtimai tarmaklardan reklamalardan yetken kararım köp muhakemalara sebep oldu. Şu kredi hazır bir günde sentyabr ayı 2024 yılda kabul kılınan olsa kıskartıp barıcı büyük güne 6,5 milyonca versek boladı hazır bir günde. 100 milyon geçe gerosuz, 300 milyon sonrası kalan kısmını 100 milyondan artsa gero bilen verirler. Bu nomasatla da verirler. Çarvacılık olsun, koyçılık olsun, herrendecilik, işlep çıkarış. Bilesen köp saha var, tikuvchilik var, hizmet ko'rsatish sahalari var, doğru mu? Shu sahalarınıza desek bo'ladi bemalol. Qadam deya mahsulotlarimiz mavjud. Bu jismoniy shaxslar verirler. Yani 312. karar fakat yuridik şahslarga veriladi bo'lsa, bu faoliyatda bo'lgan mijozlarga veriladi. Oxirgi 1 yil davomida ochilganda 1 yil bo'lmoqchi kerak, faoliyat yuritib turgandan oboroti bo'lishi kerak, shunday shaxslarga veriladi. Ham kredit tarifi yomon bo'lmasligi kerak. Kredit tarifini ko'pchiligingiz bilasizlar, qat'iy ma'lumotlar. Kredit vaqtida to'lab yurgan bo'lsa, kredit tarifi yaxshi bo'ladi. Endi jismoniy shaxslarga kelinadigan bo'lsa, tadbirkorlik qilaman desangizda faqat yuridik shaxs bo'lish shart emas. Hozirgi kunda o'zini o'zi band qilgan holda kredit olish mumkin, bilasizlar. Mahalla loyihasi deydi. Biz ana hozir har bir mahalla banki bekitganmiz, agentlar qabul qilamiz. Shular bilan birga sizlarga tushuntirishda o'tirib turib, uchrashuvlarni qilib turibdilar. Bugun hozir 50 million so'mlik kreditdan masalan olaman desangizda, bizda 25%dan 5 yilga 2 yillik imtiyoz davr bilan beradi. Jismoniy shaxslar veriladi, lekin faqat kafillik bilan beradi. Bizga ko'mak bor, 17 million so'mgacha beradi. Unda sug'urta bilan ham bersa bo'ladi. Hech qanday kafil kerak yo'q. Qolamiz. Aktiv qatnashish ayting. Assalomu alaykum. Ibrahim Bunyodxonim, O'rtaqishlar mahallasindaman. Shu yo'nalish bo'yicha chorva kredit bo'yicha murojaat qilyapman. Men chorva kredit ajratishlarni so'rayman. Shu o'zim chorva olib, uyimda boqib, shuni rivojlantirishni xohlayman. Shu masala bo'yicha keldim. Siz hozir tadbirkorlik qilib yuridik shaxsmi, jismoniy shaxs bo'lasizmi? Jismoniy shaxs sifatida shunda 50 milliongacha mahalla loyihasi bor, 25%dan 5 yilga 2 yillik imtiyoz davri bilan. Shu qanoatlantiramizlar? Shu yo'nalishdan taklif qilsak bo'ladi sizlar. Agar ishsiz bo'lsangiz, bugungi kunda kafilingiz bo'lsa, sizlar bemalol kredit berib beramiz. Shu yo'nalishda. Yo'q, meni kafilim yo'q. O'z istizman. O'zingiz band qilib, biznesni rivojlantirish loyihasi bo'yicha so'roqxona kredit ajratish lozim. Ibrahim Bunyod. Saladin, Ko'nazi mahallasidanman. Chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha kredit berishlarini so'rayman. Nadim Jaloliddin. Shu 17 million atrofida kredit bergan bo'lsa, shu hozir tushuntirganim biznesga ko'mak kreditimiz bor. 4 yil beriladi. Xalqning ehtiyojlari bilan. Kredit bo'lsa, kredit bo'lmasa, sug'urta bilan bemalol kredit mahsulotlarimiz bo'ladi. İsmailov Fahra, tadbirkorman shu yosh qo'ygan 10 nafchagarni tadbirkorman elingiz energiyasida yetishmovchilik bor.
Yaş bayan ornatışta yardım verişleri istedim. Kredit azalttı. Az 25 bir kilovatlı. şöyle indi bunu hazır kefil asasında belirledik. Olmayan yok mu? Nasıl düşündürüversin? Bakalım size bize yeşil enerji boyunca 100 milyon sonrası bize. Evet, kefil esasında şu kreditiniz verişiniz mümkün. 5 yıl müddette 19,5 faizden altın cihazları bilen belirledi. Azı şunda size elektrik enerjisinde üzülüş öttük de eğer şunu da havasına şu kredit azaltıp şu mamamıza hel kılsa balyatıysa tolup işe düşürür, şey olmasa onu yeni yetişim için yapmalı. Doğru. Şunun boyunca şunu. Oldu, sizin de müracaat edeceğiz, yazı bağlamak, suda kalasın. Yeşil enerji boyunca kredit tamamlamalıydı. Bakma. İsmail. Kullanmak zorundaydı. Özellikle şu kıraç panel boyunca, yeşil enerji boyunca kredit tedbirkarımız kredit verdiği söyledi. Yani size hazır bir mahsulat boyunca kanıttıra da. Ha. Şöyle başladı. Sak bulalım.